Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan eng oxirgi yangilangan Uzgram 7 dasturimizda sinov jarayonini qilamiz, ya'ni guruhga odam qo'shib ko'ramiz. Bu eng oxirgi yangilangan spamlarsiz bo'lgan Uzgram 7 dasturi. Xo'p, bu dasturda ban, spam yo'q. Bizda quyida ko'rsatilgan barcha xizmatlarimiz, ya'ni hammasi ishlaydi, hammasi yangilangan xizmatlar. Ko'rib chiqishimiz mumkin. O'qib chiqamiz. Xo'p, endi esa bizga kerak bo'ladigan narsa Telegramdan guruh ochib olamiz. Test guruh ochilganmanda o'sha guruhga hozir mana bu guruhdan obunachi olib o'tkazamiz. Xo'p, birinchi navbatda odam olmoqchi bo'lgan guruhimizning linkini kiritamiz dasturga. Buning uchun dasturga kirib olib 8-buyruqni tanlaymiz va bu yerda ikkinchi bo'limga o'tadi. Bu yerdan odamlar turini tanlaymiz. Barcha odamlar onlayn bo'lgan odamlar, ya'ni aktiv a'zolar, haftalik hamda oylik va o'chirilgan hisoblarni ham qo'shishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda premium obunachilarni ham qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, birinchi buyruqni tanlaymiz. 1 va bu yerga endi boyagi kopirovat qilgan linkimizni kiritamiz. Ya'ni odam olmoqchi bo'lgan guruhimizni va enterni bosamiz. Ikkinchi bo'lib, endi o'zimizning test guruhimizning linkini kiritamiz dasturga. Xo'p, dasturga kiritib oldim va enterni bosaman. Bu yerdan bitta raqamimiz necha sekundda bitta odam qo'shsin. Shunaqa ma'nodagi buyruq. Ya'ni bu yerdan biz 5 sekundni tanlab bosamiz enterni. Va bu yerdan maksimal bitta raqam nechta odam qo'shsin. Bu yerda bizga kerak 45 ta qo'shsin. Lekin 45 ta qo'shmaydi. Bu prosta yozib qo'yasizlar uni. Xo'p, yozamiz va kutib turamiz endi. Xo'p, bitta akkaunting bor, o'sha akkauntlardan guruhga olinish va guruhga qo'shilish ishlari boshlandi mana. Kutib turamiz. Va mana guruhimizga o'sha obunachilar qo'shilib boshlandi. Mana boya 0 ta edi, endi a'zolar qo'shilishini ko'rib chiqamiz. Mana premium borlarni ham o'tkazib beradi. Mana a'zolar qo'shilish jarayonida. Ko'rishimiz mumkin dasturimizning qanaqa tiniq ishlayotganini. Xo'p, kim dasturni o'rganmoqchi bo'lsa, kompyuter, telefon, planshet farqi yo'q, hammasiga ishlab ketaveradi. Faqatgina iPhone'ga tushmaydi. iPhone'ga esa Uzgramning maxsus boti bor, ya'ni Uzgram bot. Videoda bo'ladi, mana linkini chiqarib qo'yaman. Buni bemalol aktivatsiya qildirib ishlatsalaringiz bo'ladi. Hammaga rahmat. Sizlar bilan Dilshod Begaldiyorov bo'ldi. Bu yog'ini kuzatamiz. Videoga qo'shimcha qilib ketaman. Mana hozirgina odam bo'lgan raqamimiz hech qanday spam yoki ban bo'lgani yo'q. Buni videoda ko'rsatib ketaman. Mana bu bizning Telegram kanalimiz. Bemalol biz bilan bog'lanib, dasturlarni o'rnatib ishlatishingiz mumkin. Mana bu hozirgina o'sha guruhga odam qo'shgan akkauntimiz, hech qanday spam yoki ban bo'lgani yo'q. Rahmat hammaga.